pul bo'yicha sizda o'zi aslida bu couch konsultatsiyani siz pul bo'yicha olgansizda, endi ularni to'xtatib sizga yangi uslubda, ya'ni oldin mana oldingi ongda emas, balki yangi uslubda. Oldin biz pullarni orqasidan yugurardik. Bizga pul kelsin, pulni qayerdan topsam ekan, qaysi ishni qilsam ekan, buni qilsam ekan, uni qilsam ekan, menga qaysi biri pul keltiradi-da. Mana shunaqa narsalar qilardik-da. Hozir shunaqa davrga, zamonga o'tdik. Ya'ni siz oldingi ong deganda qanaqa bu ong? Siz karma ongida endi pul topa olmaysiz. Siz bu darsga kelsangiz ham, darsga kelmasangiz ham, karmichskiy ongda bu degani qiyin holatda pul topish dunyodan olinyapti-da. Asta har bitta inson bu dunyoga qaysi vazifa bilan kelgani uchun o'sha vazifa orqali oson va yengil pul keltirishni o'rganadi. Shuning uchun ham hozir bu pulim kelmasa, kelib turgan pulim kelmay qolyapti deyishim, bu nima bo'lyapti? Qo'rquv. Ya'ni bu qanaqa qo'rquv? Bizni oldin faqat pul, hamma narsada bizga pul bo'yicha o'lchov berilgan. Ya'ni pul bu sani qadring, pul bu sani anaqang, puling bo'lsang zo'rsan, puling bo'lmasang yo'qsan-da. Bo'ldi, endi bu so'zlar qolyapti. O'shaning uchun ham bu har bir insondan tozalantirilyapti-da. Biz orqali, ya'ni yana boshqa insonlar orqali kimlarnidir qattiq anaqa bilanda, masalan, qattiq deganim, qattiq energiya deganim bu, masalan, pulingizni yo'qotib qo'yib yoki bo'lmasam pulingizni bo'lgan-ku mana shunaqa narsa birdaniga pul kuponga aylangan. Hamma pullar shunchaki qolib ketgandi. Agar eslasanglar, o'sha paytda biz kichkina edik-da, aslida o'sha paytda kuponga aylanganda juda ko'p insonlar pulni qadrini, pulni yig'ishni biz bilardik-da. Eslasanglar, pul yig'ilish kerak, pulni qachonki faqat qaysidir bir joylarga qo'yamiz-da. Ya'ni pulni ushlab turamiz, qiyin kunimda menga kerak bo'ladi degan paytda shundoq kuponga aylantirilib nima qilingan? Bizani ongimizni pulni ushlab turish kerak emas ekan. Pulni yeyish kerak ekan, ichish kerak ekan. Pulni u yoqqa qo'ysang ham, bu yoqqa qo'ysang ham ketadi. Ya'ni bu o'zingizga pulni yeyishga, ichishga, kiyishga, bir narsalar olishga o'rgatildi-da. Bo'lmasam shu narsa bo'lmaganda edi, insonlar haligacha pulni yig'ish kerak, ertaga pul kerak bo'ladi degan narsani ongida ushlab turgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu masalan, bu o'zbek xalqida ham bo'lgan, boshqa xalqlarda alohida boshqa turli vaziyatlar orqali beriladi-da. O'shanda insonlar o'zini qadrini bilishni boshlashgan. Yo'q, pulni ishlatish kerak ekan. O'zimni xohishlarimga, bolalarimni xohishlariga bir narsalarda, keyin o'sha to'ylari zo'r qilishga chiqib ketishdi-da. To'ylarga pulni sochishni boshlashdi. Oldin bunaqa to'ylarda zo'r sochish yoki bir narsalar bo'lmasdi. Keyin bu narsalar o'zgardi. Xuddi shunga o'xshab o'sha paytdan boshlab tayyorlanib kelgan. Endi esa siz pulni karmichskiy emas, qiyinlik bilan emas, balki sevgi orqali topishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun ham sizda hozir bu pullarni to'xtab turishi bo'lyapti.